Lekin manzilimiz Nubiylar muzeyi. Bilet oldik. 400 so'm ekan, $8. Oldida mana ozgina suvenir ham oldik. Bilet oladigan joy. Kirish bu yerda. Ramazon payti 9 dan 3gacha ishlar ekan. Assalomu alaykum. Shukran. Nubiylar bular asli qadim-qadimdan itlar bilan emas, misrliklar bilan urushib kelgan. Yana misrlik bilan solishtirmayapman, anaqa deb o'ylamanglar. Nubiylar qadimgi xalq, mana piramidacha yasab qo'yishibdi. Nima ekanligini yozib qo'yishgan. Ramzes 2 va temple deydi, ibodatxonasidan topilgan mana maymunchalar turibdi. Bular hayvonlar deb xudolarni ko'rsatishgan. Hamma yo'lda shu it borda bu yerda nimagadir. Shu itlarni otib tashlash kerakmi? Bu muzey. Nubiylar muzeyi. Nubiylar asli farqi misrliklardan. Misrliklar bizga o'xshagan bo'lsa, nubiylar qoraroq, negr emas, qoraroq. Lekin ko'rinishi misrlikka o'xshaydi, lekin rangi tim qora, deyarli tim qora, jip-jigara. Shunaqa xalq. Ba'zi prezidenti ham shunaqa bo'lgan. Muborak, Husayn Muborak prezident ochib bergan ekan men. Nima qilish kerak? Rasmga olish flash mumkin emas ekan. Flash speshka. Bittalari Nubiy, bittalari Said ekanlar. Shukran. Kirish asosiysi mana bu yerdan boshlagin deyapti. Gift shop sotib olish kerak ekan. Temporary exhibition hill deb qo'yibdi. Nima deb endi betga ham birinchi kelgan o'zbekmanmi, boshqasimi? Kiraverishimizda ikkita odam turdi, bittasi Nubiy, bittasi Saidman dedi. Bu Said degani misrlik degani boshlagan. Nubiylar ham asli misrlik albatta. Ramzes paytida urushda shu Nubiylar bilan urushgan ular. Qadimda endi bular qoraroq bo'lgan, bular bir-biri bilan endi urushib yurishganda, endi hamma bizda ham Qo'qon xonligi, Buxoro xonligi urushgani bir-biri bilan, shunga o'xshagan. Arxeologik qazilma ishlari olib borilgan ekan bir vaqtlar. Nimalarni topishgan? O'sha kimdir yuzini topishdi. Mana qop-qora. Boshlar endi Nubiylar bo'lsa kerak. Mana xullas bu yerda bular endi qora emas, soqoli ham bor ekan bunisi. Mo'ylab deydimi, soqol deydimi? Tillardan qilingan. Mumiyo. Bu pichoq, bu taroqmi bu? Bitta yozilgan hammasi. Arxeologik ishlarni yozib qo'yishibdi. Mana shu yerdan topishgan, shunaqa qilib endi bilablab. Mana qaranglar. Nil daryosi. Oldingi liniya shunaqa bo'lgan, keyin damba qo'yishganda chetga yopishgan, keyin ko'paygan. Bu muzeyning ko'rinishi ekan. Kirgan joyimiz chetdan bo'lsa, shuncha katta muzey. Mashinamizni qo'ygan joyimiz chiroyli. Bunaqa bu oyning narsasi, obyekti deb buni lavhatul hilm, orzular lavhasi deb yozib qo'yishibdi. King Tanut Amun tomonidan. Qaranglarda dunyoda qadim-qadimda shu har xil xalqlar bo'lgan. Boshqa tilda gapirishgan umuman. Boshqa dinda
katta orzular bilan shularni mana jannatga tushaman deb va'dalar qilishga hammasi yolg'on bo'lib, shu просто tak umrini ketkazgan havoga. Bilmadim bu paytda islom qanaqa ko'rinishda bo'lgan. Taxminan asosiy kirish joyi kitoblar. Bu Nil daryosi, kelib nimalar bor? Qanaqa obyektlar bor? Shahar bo'lganda qadimda ham. Bismillah bo'lgan ekan shahari. Chetdan kirdik, mana bu yerdan bu chiqish ekan. Xolos bu yerdan kirar ekanmiz-da. Shukran. Hozir. Ana xronologiyasi 3500 yil oldindan boshlanyapti. Mana Misr, mana Badari, Nubiyani Abkan. Bu boshqarganim bu nima bu? Davrmi? Davr ekan. Davrlar, Niqada davri, dastlabki dinastiya. Nubiylarda nima deb atalgan u davrlar? Mana klassik C guruh. Bular tarixi boshqa ekanda. Oxirgi kelib birlashganda mana islamic period, bu yerda ham islamic period. Shu taxminan 1323-yillardan boshlab islomga o'tishgan ekan. Ular oldinroq o'tgan, 640-yillarda. Undan oldin bular xristian bo'lgan, bular ham xristian bo'lgan. Bu arabchasi. Bu ko'proq bu Sudanda shunaqa narsalar ko'pda. Asli buni qarasangiz, Nubiylar bu sudanliklar deganga o'xshab ketadi. Mana Misr. Bu Sudan bo'lsa, bu Misr. Biz hozir chetdamizda Sudan bilan Misr chegarasidagi gap. Qanaqa joylar bor? Nubiya. Qadimgi davrdagi Nubiylar. Yozib qo'yibdi, oldinlari Nubiylar har xil hayvonlarni ushlab yashashgan chetlarda degan. Keyin taxminan 1000 yil oldin o'zgarish boshlagan. Albatta bu Misrliklar ta'sirida ularning madaniyatini qabul qilishni boshlagan. Ularning xudolari, ularning yashash tarzi hammasi Misrdan o'tganda. Birinchi eng qadimgi davrlardagi topilgan mana bu toshlar mezolit paytidagi toshlar. Mana oldinlari shunaqa qilib mana chizib qo'yishgan. Bu nima dinozavr paytlari bu. Mana kalla suyaklar topilgan. Qadimgi paytdagi. Bu mana ovchilik bilan shug'ullanganligi to'g'risida yozib qo'yishgan. Hamma xalq boshida ovchi bo'ladi, keyin ko'chmanchi bo'ladi, keyin oddiy dehqonchilikka o'tishadi. Keyin mana dehqonchilikdan keyin kapitalizm, feodalizm, kapitalizm. Hozirgi davr. Miloddan avvalgi 4000-3000 yillar, 7000 yil oldingi narsalar. 7000 yil oldingi narsalar. 7000. Bilmadim bizda endi Buxorodagi narsalar qancha yil oldin. Hozirgidan 5000 yil oldingi narsalar. Piramida davri. Neolit davri. Mashlarga keyin o'qib o'tiramizda. A guruh madaniyati. 3500 yil oldingi davr miloddan avvalgi. Mana shu skelet, qarsangiz, shu yerda turibdi. Qabriga mana o'zini asli bilan birga ko'milganda, o'zining asli bilan. Toshlarga chizilgan narsalar. Bizda boshqa hech kim yo'q bu yerda. Mana qarasangiz, qoravoylar hammasi. Mana. Bular ham endi
Misrlardan ta'sirlanib shunaqa narsalar qilishganda. Endi bu yerda yozyapti, Misr Kush qirolligini bosib olgan deyapti. Misrliklar boshqarib o'tyapti. Quyi Nubiyadan nima deydi, haydalishi deydimi? Bu bilmadim, bu qabrimikin, nima ekan bu? Bu papirus. Toshlar. Niqab, Governor of Elephantine. Bu shaharning nomi menimcha Elephantine bo'lgan. Biz qolgan mehmonxona nomi ham Elephantine edi. Elephantine boshlig'i deyishyapti. Fortress of Buhan. Qal'a Buhan qal'asi ko'rinishi. Mana Misrni boshqaruvi tugashi deb yozib qo'yishibdi. Hamma narsa baribir qachondir tugaydi deb, qachondir tugar ekan. Endi hozir bu yerlarda sen misrlik emassan, sen boshqa xalqsan desangiz, ular jahli chiqadi. Bu endi to'g'ri emas, madaniyatsizlik. Lekin ba'zilarning orasida shunaqa fikr ham bor ekan. Lekin baribir bitta xalq, bitta birgalikda yashab kelishgan doim tarixan. Hamma yoqda ham bo'ladi unaqa. Men boshqa degan narsa. Negadir kallasi yo'q hammasini. Shu kallasini olib tashlashgan. Bular Xudo deb o'ylamasin, Islom gazet deb olib tashlashgan ekan. Kushitlar sulolasi 32 ta sulolaning bittasi ekan mana. Napata va Assirian bostirib kirishi. Piramida qurishgandan keyin Numidilar shunaqa piramida Misrliklardan ko'chirishgan. Bir vaqtlar bu Misrliklar o'z dinidan charchaydi, bezor bo'ladi. O'shanda xristianlik keyin kirib keladi-da. O'sha charchagan paytda Nubiylar Misrlarni bosib oladi. Misr Nubiyni bosib olgan bo'lsa, keyinchalik Misrliklarni bosib oladi. O'zi Nubiylar bosib olib ularni dinga majburlaydi. Sen dindan og'ayapsan. Bunaqa qilmanglar deb. Men Neka Heka Nefer degan 18-dinastiya Anibiya. Mana bu yerda bitta qirolni nimadir bor ekan. Ana har xil narsalar qilib qo'yishganda. Bu endi granit tosh. O'rtasida mana Ramzesni haykali bor ekan. Bu yerda ham Ramzes, hamma yoqda Ramzes. Qo'lini bunday tursa bu shoh bo'ladi. Ya'ni firavn bo'ladi. Chunki ular har bitta narsasi ko'p mana Rim imperiyasi paytiga statularga o'xshaydi desam, haqiqatda Rim imperiyasi payti ekan bular. Shu o'zgaradi davr. Bizning davr ham qachondir o'zgaradi. Qanday qarasharkin, ming yillardan keyin bizning avlodlar. Nayza. Nayzalardan ov qilishgandir-da, urush qilishganmi? Meiotic va Roman confrontation. Nima deydi? To'qnashuv deydimi? Konfrontatsiyasi. Qarama-qarshiligi. Makta ot bor ekan, ot. Oldinlari
boy odamlar qabrida ot bilan topilgan deyishyapti. Bizda ham O'zbekiston hududida ham turkiylar aslida boylarda bir bora ot bilan birga ko'milgan. Bilmadim biziklar nimaga ko'mishgan, lekin bular shu otini tiriltirib yurganmikin deb o'ylashganmikin. Mumiyo qilsa tiriltirish bo'ladi. Mumiyo qilmagan, lekin bular otni qadimgi shahari ko'rinishi. Faraz qiling, mana shu qadimgi davrlarda shu yerlardan yuribsizlar. Bitta mana vizit. Bu tarafga chiqib ketamiz. Islomiy Nubiya, xristianlik Nubiyasi. Vizantiya Rim imperiyasidan keyingi davr. Endi bular Vizantiya davri deylik, to'g'rirog'i. Bular endi xristianlashgan. Mana bishopni nima deydi? Qabr ekanda. Xristianlashgan. Qadimgi dinidan keyin xristianlikka o'tdi. Xristianlikdan islomga o'tdi. Uylari bular mana. Qadimgilar uylari shunaqa bo'lgan ekanda. Tomi bo'lmaganda ozgina joylari yopiq. Bitta yomg'ir yog'maydi, lekin umuman yomg'ir yog'ish degan narsa yo'q. Islomga kirib keldik mana. Birinchi misrliklar kiradi, keyinchalik bularni topilgan narsasi mamluklar, ya'ni bu turkiylar boshqargan paytdagi narsa. Aniq o'tmayapti. Fokus. Islomiylar borgan davr, kerak bo'lsa qo'llarimiz keyinchalik Bilol minorasi ekan. Biziklar endi Bilol degan ism qo'yishadi, bilmadim Bilol nima degani. Bitta endi nima deydi? Usmonlilar davri turklar bosib olgan payt 16-asrga kelib bosib olgan. Doim kimdir bosib olgan. Islomga kirib kelish payti bu har xil davrlarda Misr bilan birga kirib kelganda. Bu arabchadagi ko'rindida letter, maktub ekan bu. Shunaqa qilib maktub, originali mana arabchaga o'xshaydi. Farq shundaki, u paytda arabchada harakatlari ham bo'lmagan, даже nuqtasi ham bo'lmagan. Remi bu, zemi bu bilmaysiz. Femi bu, qemi bu, buni ham bilmaysiz. U mana milodiy 758-yil yozilgan deyishyapti. Bu Abbasiylar paytida bir savdogarni, misrlik savdogarni o'ldirilganini qonuni qaytar deyapti. Va boyligini ham qaytar. Bizni o'rtamizdagi tinchlik shartnomasiga ziyon yetkazma deb yozilgan ekan. Endi bilmadim qaytarganmi yo'qmi. Shunaqa. Endi bu hozirgi davr. Asvan gesini qurilgani shu SSR bilan, ya'ni biz bilan deymizmi, ruslar bilanmi, xullas SSR bilan qurilgan davrlar. Mana shu joyni qurishda shunlar bilan hamkorlik qilganmiz deyishyapti. Mana biz kechagina borgan Abu Simbel. Mana ko'rinish yaxshi ko'rinar ekan. Oldin pastda bo'lgan bu Simbel, bitta suv bo'lgan. Suv bo'yida bo'lganda, keyin buni suv ombor qurgandan keyin suv tashqariga ko'tarilgan. Keyin buni pastdan tepaga ko'chirishgan. Bu Abu Simbel, bu kichkina temple, bu katta temple deyiladi. Bu bitta bo'lgan. Ajoyib. Nubiylar uyi. Ular endi shu afrikacha uyga o'xshash joylarda yashashadi. Uylari misrliklarga o'xshamaydi, ozgina farq qiladi. Shu qizil, ko'k, sariq, yashil, yorqin ranglar ko'p uchraydi. Albatta bo'yab ham qo'yishibdi. Shunaqa ko'rinishda uylari debdi.
Keyin tog'lari ichida ham uylarda yashashgan. Lekin bitta o'zi ibodatxona-yu bu. Ba'zi joylari ko'rdim. Qanaqa tog'lar ichiga uyib. Endi bu bananlar, nima deydi, xurmo daraxtimi? Palma. Mana. Odamlar, ayollari oddiy yashagan davrlari tikib, mana odam zot shu tirikchilik qilib, nimadirlar qilib bizga o'tib ketadi oxir. Nubiylari hayoti. Daryolarda men dars beryaptim, xuddi bizga qarab turgan tepanoda. Maktabda mana o'g'il qizlarga asosan nima qilgan? Qur'on o'rgatishganda. Nubiylari uyi mana shunaqa joylarda. Mana to'y qilishadi. Mencha qiz o'ynayapti shekilli. Qara rangi qorada, qizil rangi. Ancha bu to'yga beryapti. Eriga beryapti deydimi? Nubiylari shunaqa bo'lgan ekan. Mayli, mana tugab qoldi endi. Mana kema qurish. Ularning kemalari turlari bo'lgan ekan. Biz Falluka deb o'tirdik, shundan-da. Endi bunaqa kema qurmagan bo'lsa kerak. Zamonaviy kemadir. Ramzes. Tugadi mana. Shu bilan tugadi. Shu bilan tugadik. Malades nubiylar.